Siz bu videoning birinchi qismini katta ehtimol bilan ko'rgansiz. Unda negativ odamlar inson taqdirini qanchalar o'zgartirishi haqida ham gapirgandim. Bugun esa aynan sizlarning takliflaringizga binoan ushbu hikoyaning davomiga qaytamiz. Bu safar men faqat siz aytgan qahramonlarning hayot yo'lini o'rgandim. Ishonamanki, bu video oldingizdan ham qiziqarliroq bo'ladi. Chunki bu safar gap shunchaki ijodkorlarga qilingan yomon fikrlar haqida emas. Inson hayotini keskin o'zgartirib yuborgan bitta xato, charchoqning o'limgacha eltuvchi yo'li va aktyorlar ijro etgan rol ularni o'limgacha eltishi mumkinligi haqida bo'ladi. Demak, miyangizga koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda hech kim xalaqit bermaydi. Hozir sizga bitta aktrisa haqida gapiraman. Boshida bu voqeani o'rganmasdan turib, bu haqida tayyorlasam yo'qmi deb rosa o'yladim, lekin bu voqeani o'rgangach shunchaki shokka tushdim, chunki bu voqea Koreya sanoatidagi ba'zi bir jirkanch odamlarning qiladigan qilmishlarini ochib beradi. Jang Jae-yoon 1980-yil 25-yanvarda Janubiy Koreyaning Jeongeop shahrida tug'ilgan. 1999-yilda uning ota-onasi avtohalokatda vafot etgandi va u opasi va ukasi bilan birga yashardi. U yoshligidan san'atga qiziqib, 2006-yilda reklama roliklarida ishtirok etib, o'z faoliyatini boshlagan. 2009-yilda Jang Jae-yoon Boys Over Flowers nomli mashhur KBC teleserialida Sunny rolini ijro etib, keng ommaga tanildi. Uning qahramoni serialdagi asosiy antagonistlardan biri edi. Bu filmda ishtirok etganidan so'ng odamlar uning kelajagi porloq bo'lishiga amin edilar. U faoliyati davomida atiga 4 ta loyihada qatnashgan bo'lsa-da, aktyorlik mahorati shu qadar yuqori ediki, u allaqachon san'atda o'z o'rnini mustahkamlagan edi. Hamma uni kelajakda yanada katta yulduz bo'lishini kutayotgan edi, lekin bu ro'y bermadi. Jang Jae-yoon so'nggi yillarda klinik depressiyadan aziyat chekkan. U vafotidan 1 yil oldin davolanish kursini o'tgan. Aktrisa o'z agentligi bilan ham jiddiy muammolarga duch kelgandi. 2009-yil 7-mart kuni u opasi bilan telefon orqali suhbatlashib, haddan tashqari qattiq stress ostida ekanligini va o'lishni xohlayotganini aytdi. Keyinchalik opasi unga yana qo'ng'iroq qilib ko'rdi, lekin javob ola olmagach 4 soat o'tib uyiga qaytdi va singlisi zinapoya panjarasida osilgan holda turardi. Taxminlarga ko'ra, u soat 16:30 da o'z joniga qasd qilgandi. U avvalida hech qanday xat qoldirmagandek edi. Ammo oradan ozgina vaqt o'tgach, Jae-yoon yozgan maktub topildi. Xat esa butun Koreyani dahshatga soldi. Jang Jae-yoon o'z joniga qasd qilishdan oldin 7 betlik xat qoldirgan bo'lib, unda 31 nafar mashhur shaxslarning ismlari bor edi. Ular aktrisani jinsiy zo'ravonlikka majburlaganlikda ayblandi. U shuningdek menejeri Kim Sung-hun tomonidan doimiy kaltaklanganini va bir qancha kompaniya rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bilan jinsiy aloqada bo'lishga majbur qilinganini yozgan edi. O'sha xatning kichik bir qismini o'qib beraman. Iltimos, ulardan qasos oling. Endi chiday olmayman. Men uchun boshqa yo'l qolmadi. Faqat o'lim meni bu ifloslardan qutqara oladi. Hattoki ota-onamni xotirlash kunida ham meni mehmonxonaga olib borib, ularni xursand qilishga majburlashdi. Men ushbu ro'yxatni tuzdim. Iltimos, ular qilmishlari uchun javob bersin. O'lsam ham ularga tinchlik bermayman. 2013-yilda uning fojiali hayotidan ilhomlanib, Norigay filmi suratga olingan. Aktrisaning dafn marosimi Seul Milliy universiteti kasalxonasida o'tkazildi. Marosimda yaqinlari va Boys Over Flowers serialidagi hamkasblari ishtirok etgan. Politsiya Jang Jae-yoonning o'lim sabablarini o'rganish va uning jinsiy zo'ravonlik haqidagi ayblovlarini tekshirish uchun tergov boshladi. O'lim sababi rasman o'z joniga qasd qilish sifatida qayd etildi, chunki tergovchilar hech qanday boshqa jinoyat izlarini topa olishmadi. Jang Jae-yoon ishi bilan shug'ullangan 40 dan ortiq politsiya xodimi 4 oy davomida tergov olib bordi. Maxsus prokuror guruhi ham ishni ko'rib chiqdi, ammo Jang Jae-yoon tomonidan aytilgan 31 kishidan hech biri aybdor deb topilmadi. Sud Jang Jae-yoonning da'volarini isbotlovchi yetarlicha dalillar yo'qligini aytdi. Faqatgina qizning agentligi bosh direktori va uning menejeri Kim Sung-hun jinoyatda aybdor deb topildi. Agentlik rahbari aktrisani jismoniy zo'ravonlik bilan tahqirlagani uchun 4 oy qamoq jazosiga va 1 yil shartli jazoga hukm qilindi. Menejer esa agentlik rahbariga tuhmat qilgani uchun 1 yil qamoq, 2 yil shartli jazo hamda 160 soat jamoat ishlariga majbur qilindi. 2018-yilda tergov yana qayta boshlandi, lekin foydasiz. Hech kim aybdor deb topilmadi. Bu ish hozirgacha tinchimagan shov-shuvli ishlardan biri. Jang Jae-yoonning o'limi Janubiy Koreya jamiyatida jinsiy zo'ravonlik va ekspluatatsiyaga qarshi kurashda muhim burilish nuqtasi bo'ldi.
Uning xotirasi ko'plab tadbirlarda yodga olinadi. 1998-yil 26-yanvarda Janubiy Koreyaning Cheongju shahrida Moonbin ismli yulduz dunyoga keldi. U yoshligidan san'atga qiziqib, raqs va musiqa bilan shug'ullangan. Bolaligida model va aktyor sifatida faoliyat boshlagan. Birinchi qahramonimiz bilan bu yigitchani bog'laydigan yagona narsa bu 2009-yildagi Boys Over Flowers dramasida Moonbin ham ishtirok etgani. Moonbin bolaligidan raqsga bo'lgan qiziqishi bilan ajralib turardi. Uning iste'dodi va mehnatsevarligi uni ko'p o'tmay ko'zga ko'rinarli qilgan. 2016-yilda Moonbin Astro guruhi a'zosi sifatida debyut qildi. Guruh tezda mashhurlikka erishib, ko'plab muvaffaqiyatli loyihalarga imzo chekdi. Billboard ularni 2016-yilning eng yaxshi yangi K-pop guruhlari qatoriga kiritdi. 2020-yilda Moonbin guruhdoshi Sanha bilan birgalikda Moonbin Sanha duetini tuzdi. Ularning In Out nomli albumi va Bad Idea qo'shig'i muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Ular The Show dasturida birinchi musiqiy mukofotlarni qo'lga kiritdilar. Moonbin nafaqat sahnadagi chiqishlari, balki shaxsiyati bilan ham ko'plab insonlarning qalbini zabt etdi. Uning samimiyligi va mehnatsevarligi ko'pchilikka ilhom manbai bo'ldi. 2022-yilda Moonbin Fantagio agentligi bilan shartnomasini yangiladi. U modellik va aktyorlik sohalarida ham faoliyat olib bordi. Shu jumladan Saturday Night Live Koreaning 2-mavsumida ishtirok etdi. 2023-yil 7-aprel kuni Bangkokdagi fan konsertiga jo'nash oldidan Moonbin aeroportda o'zini noxush his qilgani va bosh aylanishdan shikoyat qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shunga qaramay, qisqa dam olishdan so'ng u konsertda ishtirok etdi. Afsuski, 2023-yil 19-aprel kuni Moonbin o'z uyida vafot etdi. Uning 25 yoshda hayotdan ko'z yumishi ko'plab muxlislar, yaqinlar va K-pop olami uchun katta yo'qotish bo'ldi. Janubiy Koreya politsiyasi unga nisbatan tashqi ta'sir yoki jinoyat alomatlari yo'qligini ma'lum qilgan. Rasmiy hisobotlarga ko'ra, u Seul shahridagi o'z uyida o'lik holda topilgan va ehtimoliy o'z joniga qasd qilish holati deb baholangan. Biroq oilasi va kompaniyasi bu borada ortiqcha tafsilot berishdan bosh tortgan. Moonbin konsert oldidan o'zini yomon his qilganligi haqida ayrim muxlislar va sanoat vakillari xabar bergan. Uning sog'lig'i yomonlashishi bir necha jihatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. K-pop sanoatida o'ta qattiq mashg'ulotlar, ish rejasining haddan tashqari ko'pligi va doimiy ravishda sahnada bo'lish bosimi ijodkorlarga katta ta'sir qiladi. Moonbin esa bolaligidan boshlab bu industriyada faoliyat yuritgan va ko'p ishlash tufayli jismoniy hamda ruhiy charchoq yig'ilib borgan bo'lishi mumkin. K-pop yulduzlari ko'pincha stress, depressiya va tashqi bosimga duch kelishadi. Moonbin ham oldinroq o'zining jismoniy va ruhiy sog'lig'i haqida ochiq gapirgan edi. U intervyularda o'zini ba'zida juda charchagan va bosim ostida his qilishini aytgan. K-pop yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda nazorat ostida bo'lishadi. Muxlislarning talabchanligi va ba'zan keskin tanqidlari san'atkorlar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Konsert oldidan Moonbinning sog'lig'i yomonlashganligi ehtimol jismoniy kasallik bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Stress va zo'riqish immunitet tizimini zaiflashtirishi, ovqatlanish buzilishi yoki boshqa jismoniy kasalliklarga olib kelish ehtimoli bor. Moonbinning o'limi K-pop sanoatidagi ruhiy salomatlik muammolariga e'tiborni yanada oshirdi. U sahnada doim kulib yurgan bo'lsa ham, uning ichki holati va shaxsiy hayotidagi kurashlari muxlislarga noma'lum bo'lib qolgan. Unga o'xshash ijodkorlarning ortiqcha bosim ostida ishlashi ularning sog'lig'iga katta zarar yetkazishi mumkin. Ijodkor san'at yo'lida tinimsiz mehnat sababli shaxsiy hayotiga umuman vaqti yetishmasligidan qiynalib yurganda, yana ming, balki millionlab muxlislarning u haqidagi yaxshi yoki yomon gaplari ortiqcha bo'ladi. Shuning uchun o'ylab yozishga harakat qilaylik. Men faqat ijodkorni maqtash kerak degan gapdan yiroqman, shunchaki u qilgan xatoni to'g'ri tushuntira bilish ham bir san'at. Bundan oldingi qahramonlarimizni tanimasligingiz mumkin. Moonbinni esa ko'proq yosh K-pop muxlislari taniydi, lekin Qaqnus serialida ijro etgan Lee Eun-juni juda ko'pchilik taniydi. Buni avvalgi videomiz kommentidan ham bilsa bo'ladi. Bugungi qahramonlarimiz faqat mani oila a'zolarim, ya'ni sizlarning talablaringizga binoan tanlandi. Eng ko'p talab qilingan odam esa aynan mana shu qiz. 1980-yil 22-dekabrda Janubiy Koreyaning Gunsan shahrida oddiy oilada dunyoga kelgan Lee Eun-ju bolaligidan iste'dodli qiz bo'lgan. Uning onasi o'qituvchi, otasi esa oddiy ishchi edi.
Bolaligidan pianino chalishni o'rgangan Eun-ju san'atga mehr qo'ygan va musiqiy iste'dodi atrofdagilarni hayratga solgan. Maktab yillarida u a'lochi o'quvchi edi, lekin bu a'lochi qizning yuragida yashirin orzular bor edi. U sahnaga chiqishni, kino yulduzi bo'lishni istardi, ammo bu yo'l oson kechmadi. Lee Eun-ju o'zining tabiiy go'zalligi va ichki latofati bilan 16 yoshida model sifatida ommaga tanildi. Maktab formasi modellar tanlovida g'olib chiqishi unga shou biznes eshiklarini ochdi. 1997-yilda 17 yoshida u ilk bor televideniyada suratga tushdi. Uning o'ziga xos uslubi va aktyorlik mahorati uni rejissyorlar e'tiboriga tushirdi. 2000-yilda u birinchi filmida bosh rolni ijro etdi va tanqidchilarning e'tiborini tortdi. Bu film ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Lee Eun-ju o'zini chinakam aktrisa sifatida namoyon qildi. Lee Eun-ju Janubiy Koreya kinosida o'z o'rniga ega bo'lish uchun tinimsiz mehnat qildi. 2001-yilda u Bungee Jumping of Their Own filmida rol o'ynadi. Bu film muvaffaqiyat qozonib, aktrisaga katta mashhurlik olib keldi. 2004-yilda esa u Janubiy Koreya tarixidagi eng mashhur filmlardan biri Taegukki filmida rol ijro etdi. Bu film Koreya urushi haqida hikoya qilib, butun dunyo bo'ylab katta shuhrat qozondi. Filmning muvaffaqiyati Lee Eun-ju nomini yulduzlar qatoriga qo'shdi. Ammo uning ijodidagi eng muhim va ayni paytda eng og'ir filmlardan biri The Scarlet Letter filmi. Ushbu film nafaqat uni aktyorlik cho'qqisiga olib chiqdi, balki uning hayotida og'ir iz qoldirdi. The Scarlet Letter filmidagi rollar unga psixologik jihatdan og'ir ta'sir qildi. Bu filmda juda dramatik va jasur sahnalar bo'lib, Lee Eun-ju bunday rollarni avval bajarmagan edi. Film suratga olish jarayonida u o'zini yo'qotgandek his qila boshladi. Do'stlari va yaqinlarining gaplariga ko'ra, aktrisa filmni tugatgandan keyin tushkunlikka tushib qolgan. U kechalari uxlay olmaydi, doimiy ravishda siqilish va ichki bezovtalikni his qilardi. Uning yaqinlariga yozgan xatlari va shaxsiy kundaliklari uning ichki azoblarini ochib beradi. Shu yillar u musiqaga qaytishni xohlagan. Hattoki pianino chalib qo'shiqlar yozishni boshlagan edi, lekin depressiya uni o'z changaliga torta boshlagan. 2005-yil 22 fevral Lee Eun-ju Seuldagi kvartirasida o'lik holda topildi. U 24 yoshda edi. U bilaklarini kesib, keyin o'zini osgandi. Uning so'nggi kunlarida yozib qoldirgan kundalik sahifalarida shunday jumlalar bor edi. Men uzoq vaqt yashay olmayman deb o'ylayman. Ichimda bo'shliq bor. Hech narsa meni baxtli qila olmaydi. Qiz The Scarlet Letter filmidagi yalang'och sahnalar tufayli uyqusizlikdan aziyat chekayotganini aytgan edi. Bunga, shuningdek, Bungee Jumping of Their Own filmidan keyingi barcha rollari o'lim bilan yakunlanganligi ham sabab bo'lishi mumkinligi aytilgan. U o'z qahramonlariga haddan tashqari bog'lanib qolgan edi. U qon bilan yozilgan o'z joniga qasd qilish xatini ham qoldirgan. Unda "Ona, meni kechiring va men sizni yaxshi ko'raman" deb yozilgan edi. Uning o'limi Janubiy Koreyada shou biznes olamidagi og'ir sharoitlarni ochib berdi. Bu voqea nafaqat muxlislarini, balki butun kino sanoatini larzaga soldi. Shundan keyin Janubiy Koreyada mashhurlar orasida ruhiy salomatlik muammolari haqida jiddiy gapirila boshlashdi. Bugungi kunda ham u haqida gap ketganda uning qisqa ammo yorqin hayoti esga olinadi. Sizdan iltimos, bu videoni shunchaki qahramonlarning biografiyasi bilan tanishishdek qaramang. Hozirgi kunda bizning qo'limizda imkoniyat bor. Yaqinlarimizning ruhiy holatini tushunish, ularga yordam qo'lini cho'zish. Agar siz yoki yaqinlaringiz tushkunlik yoki depressiyadan aziyat chekayotgan bo'lsa, iltimos yordam so'rashdan tortinmang, chunki har bir insonning hayoti qadrli. 2000-yil 31-iyulda Janubiy Koreyaning Seul shahrida Kim Saeron dunyoga keldi. U ikki singlisi Aron va Yeron bilan birga o'sdi. Ular ham aktrisa sifatida faoliyat yuritishdi. Kim Saeron 9 yoshda model sifatida faoliyatini boshladi. 2009-yilda Kim Saeron A Brand New Life filmida bosh rolni ijro etib, xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. 2010-yilda The Man Nowhere filmidagi roli uning mashhurligini yanada oshirdi va uni Janubiy Koreyaning eng umidli yosh aktrisalaridan biriga aylantirdi. Kim Saeronning iste'dodi va mehnatsevarligi uni Snowy Road kabi loyihalarda muvaffaqiyatli rollar ijro etishiga olib keldi. Ushbu roli uchun u Xitoyning eng mashhur festivallaridan birida eng yaxshi aktrisa mukofotini qo'lga kiritdi. 13 yoshida Kim Saeron allaqachon ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgandi. Shu jumladan mukofotlarda eng yaxshi aktrisa, yangi aktrisa unvoni, Korean Film Awards va Buell Film Awards, shuningdek eng yaxshi bolalar aktrisasi unvoni, MBC Drama Awards
U hali 15 yoshda emasdi, lekin Kim Sayron allaqachon aktyorlik karyerasida ajoyib yutuqlarga erishgandi. Uning keyingi loyihalari ham xuddi shunday muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi yosh qizchaligidan shunchalar mashhur bo'lgandan keyin 2022-yilgacha u qanday darajada bo'lganini o'zingiz tasavvur qiling. Nimaga aynan 2022-yilgacha? Chunki undagi qiyinchiliklar aynan shu yildan boshlanadi. 2022-yil 18-may kuni ertalab Kim Sayron Seulning Gangnam tumanida avtomobil boshqarib bir nechta inshootlarga, daraxtlarga, jumladan transformatorga urildi. Eng yomoni shundaki, o'sha paytda uning qonida alkogol miqdori taxminan 0.2% ni tashkil etgan. Bu nafaqat u uchun, balki atrofdagilar uchun ham o'ta xavfli edi. Ushbu hodisa natijasida 57 ta joyda, yaqin atrofdagi do'konlarda 3 soat davomida elektr ta'minoti uzildi. Bu esa savdogarlarga zarar yetkazdi. Hodisa ortidan Kim Sayron o'zining xatosini chuqur anglab, jabrlanganlarga imkon qadar ko'proq kompensatsiya to'lashga harakat qildi. Biroq ushbu voqea uning obro'siga putur yetkazdi va u bir nechta loyihalardan chetlatildi. Hattoki u o'ynab turgan serialning oxirgi qismlarida ham rol o'ynay olmadi. Bundan tashqari u odamlar tomonidan qattiq qoralandi. Uning shuncha yil yiqqan obro'si bir pul bo'ldi. Unga hech kim filmlarda rol o'ynashga chaqirmasdi, lekin shu bilan birga jarimalar miqdori oshib ketgandi. 2022-yil noyabr oyida Kim Sayronning moliyaviy ahvoli yomonlashdi. U hatto qahvaxonada yarim stavkali ishda ishlagani haqida xabarlar tarqaldi. Uning agentligi Gold Medalist ushbu ma'lumotni tasdiqladi va aktrisaning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotganini aytib o'tdi. 2023-yilda Kim Sayron Netflixning Bloodhounds nomli serialida rol ijro etdi. Biroq ichkilikbozlik bilan bog'liq mojarolar tufayli uning ekrandagi vaqti qisqartirildi. Keyingi yillarda Kim Sayron shaxsiy hayotida bir qator qiyinchiliklarga duch keldi. U Janubiy Koreya ko'ngilochar sanoatida o'z o'rnini tiklashga harakat qildi, biroq ijtimoiy tarmoqlarda mashhur aktyorlar Kim Soo-hyun va Lee Jae-wook bilan birga tushgan suratlarni e'lon qilishi jamoatchilik tomonidan salbiy qabul qilindi, chunki bu suratlar ularning orasida munosabatlar borligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'ldi. Bu esa uni e'tibor qidirayotganlikda ayblanishiga olib keldi va uning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2025-yil 16-fevral kuni Kim Sayron Seuldagi uyida 24 yoshida vafot etdi. Uni topgan dugonasi darhol politsiyaga xabar berdi. Tergovchilar zo'rlik alomatlarini topmadilar va hozirda o'lim sababini aniqlash uchun tergov davom etmoqda. Kim Sayronning so'nggi aktyorlik ishi Guitar Man nomli film bo'lib, hozirda post-production bosqichida. Dugonasining so'zlariga ko'ra, Kim Sayron yangi hayot boshlash uchun ismini Kim A-im deb o'zgartirgan va Janubiy Koreya ko'ngilochar sanoatiga qaytishni hamda o'z kafesini ochishni rejalashtirgan. Uning dugonasi Kim Sayronni oxirgi marta o'tgan yil oxirida ko'rganini va u filmda rol o'ynashga qaytishdan xursand bo'lganini aytdi. Shuningdek, u kafe ochishni rejalashtirgan, lekin ikkalasini birlashtirish qiyin bo'lgani uchun oxir-oqibat u bu fikridan voz kechdi. Unda hech qanday muammo alomatlari sezilmagan. Dugonasi unga qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, murojaat qilishini aytgan edi. Kim Sayrondagi yorqin yulduz qisqa vaqt ichida so'ndi. Ammo hamma odamlar singari inson qadri o'lgandan keyin bilinadi. U ham olamdan o'tgandan keyin muxlislari afsuslanishdan boshqa ilojlari yo'q edi. U o'lgandan keyin Kim Soo-hyun bilan munosabat qurgani haqidagi mishmishlar yana avj oldi va endi yigit omma orasida yomon bo'lib qolgandi. Bir nechta brendlar u bilan shartnomasini bekor qildi. Kim Sayron mojarosi hozirgacha davom etmoqda. Endi sizni faqat Janubiy Koreyadan shunday odamlar chiqargan degan narsadan ozod qilish uchun avstraliyalik Jokerning taqdiri haqida ham sizga gapirib bermoqchiman. Bu ham sizlar tomoningizdan kelgan kommentariya bo'lgani uchun e'tiborsiz qoldira olmasdim va shuni ham qo'shdim. 1979-yil 4-aprelda Avstraliyaning Perth shahrida Heath Andrew Ledger dunyoga keldi. U yoshligidan san'atga qiziqib, maktabda aktyorlik bilan shug'ullangan. 10 yoshida Peter Pan spektaklida ishtirok etib, sahnaga bo'lgan muhabbatini namoyon etdi. Heath 16 yoshida maktabni tark etib, aktyorlik orzusini amalga oshirish uchun Sidneyga ko'chib o'tdi. U yerda Sweet kabi Avstraliya teleseriallarida rol ijro etib, tajriba orttirdi. 1999-yilda Heath Ledger Gollywoodga qadam qo'ydi. U 10 Things I Hate About You filmida Patrick Verona rolini ijro etib, xalqaro miqyosda tanildi. 2005-yilda Brokeback Mountain filmida Ennis Del Mar rolini ijro etib, Oscar mukofotiga nomzod bo'ldi va tanqidchilarning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Ledger uchun eng yuqori mashhurlik rejissyor Christopher Nolanning Qora Ritsar filmidagi Joker roli hisoblanadi.
Film 2007-yilda suratga olingan va Ledger o'zini butunlay qahramon ustida ishlashga bag'ishlagan. U rolni astoydil o'rganib, nutq uslubini mashq qilgan. Personajni juda murakkab motivatsiyaga ega psixopat sifatida taqdim etgan. Tanqidchilar va tomoshabinlar Ledgerning 2008-yilda chiqarilgan filmdagi aktyorlik ishini yuqori baholadilar. Batman roli bilan mashhur bo'lgan Christian Bale'ning xotiralariga ko'ra, Ledger Jokerning rolini shunchalik yaxshi o'rganganki, ular uni kaltaklash sahnasida suratga olishni boshlaganlarida uni chindan ham urishlarini so'ragan. Keyinchalik tanqidchilar Ledger suratga olish paytida asl aktyorlik topilmalarini o'ylab topganini va ularni ekranda mukammal tarzda aks ettirganini aytishdi. Film IMDb reytingiga ko'ra 4-o'rinni egalladi. Hit esa Oscarga sazovor bo'ldi. BAFTA mukofoti, Oltin Globus mukofotlarini qo'lga kiritdi. Unga barcha mukofotlar u vafot etganidan keyin berildi. Aktyor bir nechta ayollar bilan uchrashgan, ammo Michelle Williams uning hayotida chuqur iz qoldirdi. Ledger va Michelle qiz farzandli bo'lishdi, lekin 2007-yilda ajralishdi. Shundan keyin Ledger qattiq depressiyaga tushdi. Ba'zilar bu munosabatni buzilishida Ledgerning o'zi boshqa ayol bilan uchrashuvi deb hisoblashadi. Nima bo'lganda ham bu ajrashuv Ledger uchun birinchi qattiq zarba bo'ldi. Yulduzning karyerasi tez rivojlandi. U qattiq ishladi, ba'zida uxlamasdan va dam olmasdan. U kuniga atigi 2 soat uxlagan. Charchoqni yengish uchun hech juda ko'p tabletka ichdi. Matbuot xabariga ko'ra, bu o'z joniga qasd qilish ham bo'lishi mumkin edi. Ammo Ledgerni taniganlarning barchasi bunday xulosalarga qo'shilmadilar. Aktyorning qarindoshlari surunkali charchoqqa qaramay, u katta maqsad qo'yganini, uzoq muddatli hayot rejalarini tuzganini, rejissyor Nolanning yangi filmida yana Joker rolini o'ynashni rejalashtirayotganini aytishdi. Lekin haddan tashqari ko'p ishlash oqibatida u hayotdan ko'z yumdi. Hayotingiz doimo birinchi o'rinda. Sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hozircha xayr. Yo, listen up to my rhyme. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.